aralash brend mahsulotlari sotadigan Sharik bozoriga kelganmiz. Bu yerda har xil kiyim-kechaklar, futbolka, shortek, sportivniy, krossovka, shortiklar, hamma turdagi mahsulotlarni topishingiz mumkin. Hozir bu bozorni polni obzor qilib ko'rsatamiz. Bu yerda endi hamma magazinlar ham rasmlarni, videolarni ko'rsatmaydi. Imkon qadar harakat qilamiz hozir magazinlarga kirib, narxlarni so'rashga. Bu bozor bo'yicha ham lokatsiya, manzillarni sizlarga video holatda yuboramiz. Bu bozor fishkalaridan biri ko'proq brend mahsulotlar, ya'ni sifatli mahsulotlar sotadi. Bu bozorda optimga oladigan bo'lsangiz arzonroq, agarda donaga oladigan bo'lsangiz, narx deyarli 2 barobar qimmat sotadi. O'shaning uchun imkon qadar gaplashib, bu yerdagi oladigan mahsulotlarni optimga yoki donaga olasizlarmi, surishib narxini arzonroq qilib olsanglar bo'ladi. Agarda mahsulot siz xohlagan mahsulot o'sha magazinda siz aytgan razmer qolmagan bo'lsa, bular ertasi kuni olib keltirib berishi mumkin, oplata qilasiz, qo'lingizga chek yozib beradi. Agarda ko'proq mahsulot oladigan bo'lsangiz, asosan showroom hisobida ishlaydi bu yer. Mahsulotni sizga o'zlarining skladidan yoki ishlab chiqaruv sexidan aytgan manzilingizga yuborib berishi mumkin. Mana hozir magazinlarni ko'rishingiz mumkin. Bu bozor juda ham baland. Hello, ni hao. Mana qavatlari katta, assortimentlar juda ham ko'p bu yerda. Imkon qadar teparoq etajlardan olishga harakat qilinglar, sababi past etajdagi arenda qimmatligi uchun mahsulotlarni ham biroz qimmat sotishga harakat qilishadi. Mana brend mahsulotlar hammasi. Hello, how much this? Here no. How much this? Hello, here no picture, sorry. Okay. No problem. Mana. Ko'rishingiz mumkin bu yerda. Assortimentlar juda ham ko'p. Krossovkalar. Endi yaxshi tomoni, misol uchun bu yerda sumkalar ham bor, futbolkalar ham bor, oyoq kiyimlar ham bor. Ya'ni aralash holatda ham sotishadi. Mana bu yerda WeChat kontaktini olib deyapti. Magazin ekan mana. WeChat kontaktlarini olib. Thank you. Bu yerda sumkalar har xil. Can I take your WeChat? Mana WeChat nomerlarini qo'ydik. Sumka bo'yicha bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana shu magazinga. Futbolkalar. Mana bu yerda ham sumkalar. Sifatli sumkalar endi birga bir sumka bo'lganligi uchun qimmat bo'ladi bular ozgina. Oddiy sumkalarga nisbatan mana qalanchidan, lekin mix hammasini qidirib topsanglar bo'ladi. Mana bu yerda ham har xil assortimentlar bor ekan. Yuandan donasi. Qimsoqda ishlar ekan bular. No. Okay. Qiyqiradi shunaqa. Olma. Mana sumkalar yo'q, barsetkalar. Qimmatli mahsulotlar. How much? Nech pul? Qancha? 380 yuan. Optim. 380 yuan deyapti. Abuchi, bunisi qancha? Optim 1 yil olsangiz 1100 yuan. Juda qimmat ekan, lekin koja. WeChat bormi? Bor. Bering WeChat, mana qaraylik, sifatli ekan. O'zbek. Qozog'cha. O'zini Gucci'ni kartasi. WeChat bering. Bunaqa shakllar ham bor. Eng yaxshisi, eng iyi kачествоsi. Qancha? Orijinalga o'xshaydi. 200 yuan bittasi. Qancha? 200 yuan. 200 yuan bittasi. Yarashdi menga. Kepga kelmagan ma'qul. Sifat haqiqatda yaxshi. Material yumshoq. WeChat'ingiz, ha? WeChat nomeri. Bu yoqda mana kirganinglarda shunday ikkinchi etajga chiqishinglar bilan mana bu yoqda o'ng qo'lda joylashgan magazin, bunisi chap tomonda joylashgan.
287.